Habash banan daraxtini tagida bitta bananchisi olib yeb, alhamdulillah, namoz vaqti bo'ldi, namoz yana oyog'ini uzatib, peshillarga borib bitta banan tushar kuni bir dona boshqa mamlakatdan ketdi-da, O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi? Oy, sen qanaqa odamsan? Bitta tushsa bittani yeb o'tiribsan. Bas silkitgin 10 ta tushadi. Nima qilaman? Borib sotasan. Kim nima qilaman? Sotganingdan keyin savat olasan. Savatingga yana ko'proq silkitib, bir savatda olib borib sotib, arava olasan. Kim nima qilaman? Aravada olib borib sotasan. Mashina olasan. Kim nima qilaman? Mashinalarda olib borib sotib, fabrikalar qurasan, puling ko'payadi. Nima qilaman keyin? Oyog'ini uzatib yotasan, hozir nima yotib qolman. Oxiri shumi? Oxiri shu oyog'ini uzatib yotishmi? Men nima qilaman? Shunga shuncha ish qilayman. Ibodat qilib, namoz qilib, zikr sano qilib qilaver. Sen men shunga emasman, men odamman degan.